Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli biz obunachilarimiz, kuzatib turuvchilarimiz, hammalaring salomatmi, yaxshimisizlar? Sizlarga ozgina bir Baytulloh to'g'risida, Baytullohdagi namozlar to'g'risida bir yengil gapirib o'tmoqchimiz. Baytullohni hududi Oysha onamizdan haddil harom bo'lib boshlanadi, ya'ni hududga kirdi. Mana shu yerdan o'tgandan keyin har bir og'zidan chiqqan yaxshi gapiga 100 mingta savob oladi. Mehmonxonada aytadimi salovat istig'forni, lekin namozga 100 ming daraja, 100 ming rakat savob olishlik uchun Baytullohga kelib namoz o'qish kerak, jamoatga qo'shilib. Mehmonxonada o'qilgan namozlar bunga ta'liq qilmaydi. Endi bu Baytullohga kelib 2 rakat namoz o'qiydi. Ya'ni 4 rakat namoz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Baytullohga kelib 4 rakat namozni asrda jamoat bilan o'qishligingiz O'zbekistonda o'qigan 55 yili 4 oyi, yana necha kunlik namozni savobiga ham asrda savobiga teng bo'ladi. Ya'ni Baytullohga kelgan odamlar mahkam bo'lish kerak, ibodatga shoshiladigan, ibodatga chanqoq bo'lish kerakki, shu darajada Alloh bularni ibodatini shu darajada savob berayotganligini his qilishni bilish kerak-da. Ya'ni bu yerga kelib bir marta subhanalloh desa 100 ming marta subhanalloh bo'ladi, ham 100 mingta jannatiga daraxt ekiladi. Bir marta Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb qo'yadigan bo'lsa 100 ming marta Janob Rasulullohga salovat aytgan bo'ladi. Shuning uchun Baytullohga kelayotgan hojilarimizdan mehmonxonada ko'p yotmanglar. Mehmonxona sizlarda o'sha ozgina damlaringni olib, hordiqlaringni chiqarib, shu chamadonlaringni qo'yib, g'usullaringni qilishlik uchun xolos bu mehmonxonaning masjidlarida namoz o'qimanglar. Ozgina mana video qilib keldik. 3 minutdan ozgina o'tib turib avtobus olib kelyapti haramga. Ozgina jon qiynaladigan bo'lsa 14 kunga kelasizlar xolos. Mana shu 14 kunlaringni ichida bu yerda umrlaringni g'animat qilib bilib, mana o'z haybatini to'kib turgan qop-qora Ka'baga kelib yuzlanib namoz o'qib, bir Ka'bani ushab yig'lab, mana shu yerda ota-onalarimizni, farzandlarimizni, yaqinlarimizni haqqiga duolar qilib, ularni ham gunohdan poklab ketsak bo'ladigan joy. Ya'ni oxiratga o'zimiz ham ishlab olib, jannatga bitta kalit yasab olsak bo'ladigan joyga kelamizda. Shuning uchun bu yerga kelgan hojilarimiz astoydil bo'linglar. Ko'p vaqtlaringni haramda o'tkazinglar. Bu yerda bir kun roza tutib beradigan bo'lsangiz 100 ming kun roza tutganga o'tadi. Endi 100 mingni 365 kunga bo'lib ko'ringlar o'zlaring kalkulyatorda. Necha yil roza tutganlik hisobini olasizlar bu yerda bir kun tutib qo'ygan rozalaring uchun. Shuning uchun bu yerga kelayotganlar o'sha yerdan chiroyli qilib, bir niyatni yaxshi qilib, mahallada men qoppan, hojona bo'lmasam bo'lmaydi ekan, bolalarim qo'ymayapti, endi hojiga bormasam bo'lmaydi ekan deb emas. Allohim shuncha yil qilgan gunohlarim bor, meni nasibamni qo'shibsan, farzand